Ushbu videoda turistlarga tez va oson tur yasab, sразу ularga hisoblab berishni ko'rib chiqamiz. Demak, chislar tanlab olamiz, tur tanlab olamiz. Tur tanlab oldik. Ko'rib turgan bo'lsangiz, sразу yonida mana galchkalar paydo bo'ladi. Demak, kerakli turlarni olamiz sразу. Va для turistlarni bosamiz. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, hammasini oldi. Для turistlarni bosamiz. Mana hammasini sразу sistemadan olib o'zi qo'yib beradi. Demak, bu yerda shablonlar bor. Bu katta shablon, keyingisi kichkinaroq shablon, o'sha har bittasida narxlar ko'rsatilgan va xona kategoriyasi ko'rsatilgan. 3-shablon yanada kichkinaroq, narx demak otel yoniga o'tadi va bu yerda xona turadi lekin. Hammasini zavtrak qilib olganmiz. Keyin bitta cena uказана для всех degan yozuvga bor. Mana hammaga ko'rsatilgan. Buni xohlasanglar 2 kishiga deb qo'ysanglar bo'ladi. Mana sразу 2 kishi bo'ladi. Yoki bo'lmasa 2+1 qilib qo'ysanglar, mana 2+1 bo'ladi. Individualniy transfer bo'lsa, individualniy transfer qilsanglar sразу o'zgaradi. Aviaperiood ham xuddi shunaqa. Demak, qanot sharq o'chish va plyusni bossanglar, sizlarda kerakli narsa bo'lsa, bu yerga qo'shib olsanglar bo'ladi. Keyin chislalarni har xil ko'rinishda variantlarni beradi. Bu chislalar hammasini sistemadan o'zi sразу tortadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, 10-dan 17-gacha 8 kunga yoki bo'lmasam 7-3ga deb olsak bo'ladi. Demak, buni bosamiz, mana sразу o'zgaradi. 10-dan 17-gacha bo'ladi. Undan keyin bitta oxirsida o'zingizlarning kanalinglarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi yoki o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Va har bitta kanaqaga otelning silkasini berib ketadi. Bu yerda o'zingizlarning firmanglarni oti turadi. Demak, 5 silka desanglar, demak silkalarni olib tashlaydi. Silka bilan desanglar, demak silkalarni qo'shib qo'yadi. 5 silka turib, yanada kichkinalashtirsak bo'ladi. 4-shablonga o'tsanglar, mana yanada kichkinaroq qilib beradi. Xo'p, demak, silkali qilamiz va отправить telegram bossanglar, demak sразу telegramni ochadi va bu yerga stavить qo'ysak, mana sразу o'zi qo'yib beradi. Klientga jo'natib yuboramiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hammasini demak silkalari bor. Ustiga bosilsa, masalan, mana otel ustiga bosilsa, sразу otel haqida ma'lumotlarni o'zi topib beradi. Otelning ko'rinishi, rasmlari Yandexdan topadi. Yandex qilib qo'yilgan. Xo'p, bundan keyin bitta hammasini o'zgartirsak bo'ladi. Keyin masalan narxli bitta hammaga ko'rsatilgan, 2 kishiga ko'rsatilgan. Buni 1 kishiga ko'rsatsanglar ham bo'ladi, 1 kishi deysizlar va buni 2 ga bo'lib qo'yasizlar va hammasini avtomatik o'zi bo'lib beradi. Narx 1 kishiga. Keyin yoniga 2 kishilik joylashuvda deb yozib qo'yasizlar. Yoki 3 kishiga bo'lsanglar bo'ladi, sразу 3 kishiga bo'lib beradi. Yoki bo'lmasam hammasidan bir 2% skidka qilmoqchisizlar. Mana buni bossanglar, mana 1% skidka yoki 2% skidka qilib beradi. Yoki komissiya kam bo'lsa, ustiga 1% yoki 2% qo'shib jo'natmoqchisizlar. Buni 2% qo'shish uchun mana 1-2% qilsanglar, demak sразу hammasiga avtomatik o'zi 2% qo'shib beradi.